Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Good afternoon from London. Kanalimga xush kelibsizlar. Mana xudo xolisa yaqinda boshlab oldik. Chiroyli futbol haqidagi ajoyib ma'lumotlarni yetkazib boramiz YouTube kanalimiz orqali. Obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Xo'p, bugun Amerika Qo'shma Shtatlari va Paragvay o'rtasidagi o'yin haqida ozgina tahlil qilamiz va shu haqida ozgina ma'lumot berishga qaror qildim. Okay. Xo'p, birinchi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari terma jamoasiga keladigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari hozirda shu yaqin 5 yil ichida ancha tarkibi kuchaygan futbolchilari shu Yevropaning top 5 jamoalarida to'p surib kelmoqda. Ulardan biri masalan misol uchun mashhur futbolchilardan Christian Pulichni asosiy yulduz sifatida olsak bo'ladi. Amerika ancha kuchaygan. Endi ham mezbon jamoalardan biri hisoblanadi. Paragvayga keladigan bo'lsak, Paragvay Amerika musobaqalarida Braziliya, Argentinaga qarshi munosib o'yin ko'rsatadigan terma jamoalardan biri hisoblanadi. Tarkibini kuch jihatida Amerika Qo'shma Shtatlari ancha favoritroq tuyulyapti. Endi kutib qolamiz, qani o'yin qanday yakunlanar ekan va birinchi tur o'yinlari boshlandi. Kecha masalan Meksika Afrika o'rtasidagi 2-0 hisobida meksikaliklarning g'alabasi bilan yakunlandi.